Bu aktyor 2 marta Oskar mukofotini qo'lga kiritgan. Birinchisi, o'ta ketgan yovuz narsist obrazini gavdalantirgan bo'lsa, ikkinchi roli esa yumshoq, lekin adolatparvar obrazni gavdalantirgani uchun. Bu Quentin Tarantinoning Yovuzlar filmidagi polkovnik Hans Landa. Uni o'ynagan aktyor Christoph Waltz shu rol orqali dunyoni hayratda qoldirgan. Tasavvur qiling, u 4 ta tilda: nemis, ingliz, fransuz va italyan tillarida bemalol toza va mukammal gapira oladi. Mana shu o'ta ketgan shafqatsiz narsist roli uchun ushbu aktyor Oskar mukofotini qo'lga kiritadi. Ammo qizig'i shundaki, oradan 3 yil o'tib u yana Oskar mukofotini qo'lga kiritadi. Qizig'i shundaki, bu safar yovuz narsist obrazda emas, balki adolatparvar, qullikka qarshi kurashuvchi shifokor rolida ko'zga tashlanadi. Rejissyor Tarantino bu rol uchun aktyor topolmay filmni to'xtatmoqchi ham bo'lgan, lekin Waltz kelganidan keyin personaj qayta tirilgan. Bir xil rejissyor, bir xil aktyor, ammo bir-biriga zid teskari bo'lgan ikki daho rol ijrochisi. Sizga uning qaysi roli ko'proq yoqgan? Vahshiy Hans Landami yoki mehribon doktor Shulchmi? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Yanada qiziqarli videolar chiqishi uchun mening kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.